Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi oshxona mebelimiz Andijon shahar mikrorayoniga 3 metrli joyga joylashdi. Domga 2-etajga 3 etajli variantda bo'ylari 250 cm ga chiqqan. Ranglari молочный, glansviy, klient tanlagan ranglarda bo'lgan. Tomigacha, ruchkalarigacha o'zlari tanlash berdi. Kafellari devorda bo'lgan, osma variantda bo'lgan. Bu eski domlik hisobiga uy bitta perikos ekan. Bitta qiyin bo'ldi uстановка jarayonlari. Bu chekasiga gaz vichkasi joylangan, hali klient olmagan ekan, uстановка qilinmadi. Bo'lganda hozir uстановка qilib qo'yardik, lekin o'rnlarni ochib joylab qo'ydik. Gazi tagiga duxovka joylanadi. Bu yerda mana moykalari joylangan, tepalariga sujulkalari, pastga vishelkalar qilingan, sochiq ilgani. Chap tomonni pastida kir mashinaga joy qilingan. Kir mashina qo'yish uchun. Eshiklari ham katta, xonalari ham katta. Ko'proq narsa sig'adi. Buni narxi necha pul deganlarga? Narxi bir pagona metri 2.800.000 so'mdan. Uning ichida nimasi bor deganlarga? Moyka bor, sushilka bor. Shunaqa. Ruchkalari ham chiroyli. Temir ruchka, plastmassa emas. Original. Eshiklari ham vakuumli. Ponni rezinli kronka bosilgan. Qulflarigacha chiqib ketmaydi. Statistika ham Rossiya. Zavodda o'zi 10 yil garantiya bergan. Ishmaydi, kuymaydi. Ancha-muncha hech narsa emas. Rossiya mahsuloti. Rossiya daraxtdan bo'lgan. O'ta pishiq, mustahkam. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab aloqadamiz, xizmatdamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Savol shunday bo'lishi mumkin, masalan, vichkani to'kini qayerga qilsam bo'ladi, gazni to'kini qayerga qilsam bo'ladi. Shunaqa kir mashinani suvni montajlari qanday bo'ladi? Hamma yo'lda aytib o'tamiz. Ishlab chiqarish Andijon, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish bor. Xohlagan ranglarda, xohlagan dizaynda yasab beramiz. Hammaga rahmat, obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar.